O'g'lim horma. O'g'lim ozgina puldan ber. Ana endi yumshoq shashlik pishirar ekan. Onang bilan bir yeb ketmoqchi edi. Bo'ldi dadajon. Mana. Dada qachon keldingiz? Ish qizig'ida sizga e'tibor ham bermay qolibman. O'g'lim, shu desang ozgina pul kerak. Dada uyda pul bor-ku, yashida olmadingizmi? Bo'pti, mana olib ketavering unda. O'g'lim, rahmat. Topganingga baraka bersin. Yaxshi ham sen borsan. Senga ham xayronman, oshna. Aytsang bo'ladi-ku axir. Dada o'ynab o'tirganim yo'q. Savdo o'zi past deb. Axir pulni beryapman-ku. Jonding desang, Ey, bu meni otam. Otam meni boshimdagi tojim. Kerak bo'lsa otam uchun qul bo'lib ishlashga tayyorman. Men pulni otam uchun berdim. Otamni mana shu farzandim pul so'rasam beradi deb haddi sig'ib kelgani bu meni eng katta baxtim. Bu baxtning lazzatini afsus sendakalar tushunmaydi.